Bismillah, alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, alhamdulillah. Robbimga hamd bo'lsin, niyada shukr. Robbimning fazli bilan yana bugun jamoamiz, yigitlar bilan hammamiz alhamdulillah yana birinchi safdamiz. Allohga hamd. Bugun bu safar juda o'zgacha bo'ldi. Mana saf deyarli hammasi o'zimiz O'zbekistonlik yigitlar. Hammasi mashallah o'zimiz O'zbekistonlik akalarimiz mana. Xudo xohlasa o'zimiz yigitlar. Mashallah tabarakalloh. Robbim hammalaringizni nasib qilsin. Hali jang davom etyapti. Xudo xohlasa birinchi saf tozalashlar ketyapti. Xudo xohlasa Robbim hammalaringizni nasib qilsin. Ramazon kunlarida Ka'bani oldida birinchi safda iftorlik qilishni Robbim hammalaringizni nasib aylasin. Allohu akbar.